Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Sifat bo'yicha LG va Samsungdan qolishmaydigan, lekin narxi bo'yicha ancha arzon bo'lgan qaysi brendidan 6, 7 va 8 kilolik yurish mashinalarimiz arzon narxlarda yetib keldi va sizlarga hozir ular haqida qisqacha ma'lumot va narxlarni video oxirida aytaman. Ushbu yurish mashinalarimiz albatta inverter motorli bo'ladi va energiya sarfi A3 plusli bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin, dizaynlari ham nihoyatda chiroyli, did bilan ishlangan va bu yerda funksiyalar nihoyatda ko'p. Allergiyaga qarshi par bilan yuvish, bolalar kiyimi, qora matolarga, sportivniy, ya'ni kurtka yoki sportivniy matolarga alohida rejimlari bor. Puxavoy, o'zini o'zi tozalash achka baraban funksiyalari, eko rejimlari bor. Hattoki HB mahsulotlari uchun xlopik, sintetika mahsulotlari uchun sintetika va aralash kirlar, shers, hattoki tez yuvish funksiyasi 15 daqiqalik va chaqa siqish funksiyalarigacha bor va ko'rib turibsizlar, nihoyatda chiroyli dizayn bilan ishlangan va ushbu 7 kiloligimizda bo'lsa qo'shimchasiga super rejimi bor, ya'ni 49-30 minutda yuvadigan super rejimigacha ishlangan va barabanlarga alohida e'tibor berasizlar. Bu yerda barabanlarni ham solingan matoyingizni titmasdan yuvish uchun maxsus ishlov bilan ishlov berilgan. Ushbu kirish mashinalariga Hayes brend tomonidan 3 yil kafolat beriladi va narxi keladigan bo'lsak, 6 kiloligini $230, ya'ni 2.875.000 so'm qilib belgiladik va qo'shimcha funksiyaga ega bo'lgan 7 kiloligini bo'lsa $280, $3.486.000 so'm va 8 kiloligini bor yo'g'i $270, ya'ni $3.375.000 so'm qilib belgiladik. Va video obzorimiz yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lish tugmalarini bosishni unutmang, yaqinlarga jo'natib qo'ying.